Tuproq qal'adagi jinoyat ishi tergovniki muhim holatlarni ko'rmayaptimi? Xorazm viloyati Tuproq qal'a tumanida yuz bergan jinoyat ishi yuzasidan tahririyatımizga jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan fuqarolar Muhammedov Nuriddin Madamin o'g'li va Husenov Oxun tomonidan murojaat kelib tushdi. Murojaatda keltirilgan holatlar esa ushbu ish doirasida olib borilgan tergov harakatlarining to'liqligi, xolisligi va qonuniyligi borasida jiddiy savollarni o'rtaga qo'ymoqda. Ayb faqat bir shaxsga yuklatildimi? Murojaatga ko'ra, Tuproq qal'a tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq jinoyat ishi faqat JN harakatlari bilan cheklangan holda sudga oshirilgan. Vaholanki sud jarayonida QJ, OI, YJlar xizmat vazifasini bajarayotgan ekologiya xodimlarini urib, ularga tan jarohati yetkazgan hamda majburan avtomashinaga mindirib olib ketgani guvohlar ko'rsatuvlari bilan tasdiqlangan. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Agar ushbu holatlar sudda ochiq-oydin tasdiqlangan bo'lsa, nega mazkur shaxslarning harakatlariga to'liq huquqiy baho berilmadi? Sudning o'zi tergov kamchiligini tan oladimi? Ajablanarlisi, aynan dastlabki tergovda ushbu bo'shliqlar sabab sud O'zbekiston JPKning 416 va 417-moddalariga asosan himoyachi tomonidan kiritilgan iltimosnomani qanoatlantirib, jinoyat ishini qo'shimcha tergov o'tkazish uchun tuman prokuraturasiga qaytargan. Bu holat o'ziyoq dastlabki tergov jarayonida jiddiy protsessual kamchiliklarning mavjud bo'lganini anglatmaydimi? Og'ir tan jarohati nega yengil deb baholandi? Jabrlanuvchilarning ta'kidlashicha, tergov jarayonida ular olgan og'ir tan jarohatlari, xususan miya chayqalishi va oyoq qismida shikastlanishlar sud tibbiy ekspertiza xulosalarida aks ettirilmagan. Natijada ushbu jarohatlar sun'iy ravishda yengil tan jarohati sifatida rasmiylashtirilgan. Holbuki tan jarohatining darajasi jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu holatga nega yetarli e'tibor qaratilmadi? Shikoyatlar faqat javob xatlari darajasidami? Murojaatda qayd etilishicha, tuman prokuraturasiga bir necha bor kiritilgan shikoyatlar mazmuni ko'rib chiqilmasdan standart javob xatlari bilan cheklangan. Fuqaroning murojaat qilish huquqi amalda faqat rasmiy javob bilan cheklanib qolyaptimi? Hodisa joyida texnik dalillar nega o'rganilmadi? Jabrlanuvchilarning og'ir tan jarohati olgan holda Isuzu avtomashinasidan sakrab qochgan paytda hodisa joyi yaqinida Isuzu va Zil rusumli avtomashinalar yonma-yon turgani tergov tomonidan yetarlicha o'rganilmagan qayd etilgan. Shuningdek, ushbu avtomashinalar haydovchilari davlat raqami belgisi orqali transport vositasining ekologiya xizmatiga tegishli ekani bilib turib harakat qilgani bo'lishi mumkinligi masalasi ham ochiq qolgan. Ko'rsatuvlar kim tomonidan tayyorlangan? Eng xavotirli jihat, jabrlanuvchilar ayrim ko'rsatuvlar tergov organlari tomonidan tayyorlab berilgan bo'lishi mumkinligi haqida shubha bildirmoqda. Agar bu gumon asosli bo'lsa, tergovning xolisligi va mustaqilligi qay darajada ta'minlangan? Hanuz huquqiy baho berilmagan holatlar. Murojaatda quyidagi muhim holatlarga hozirga qadar huquqiy baho berilmagan ta'kidlangan. Tortib olingan uyali telefon bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 166-moddasi bilan qo'shimcha kvalifikatsiya berilmagan. 2003-2004-yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaroning harakatlari bo'yicha aybdorlik masalasi ochiq qolgan. Gumonlanuvchilar o'rtasidagi telefon aloqalar, SMS yozishmalar ma'lumotlari o'rganilmagan. Tan jarohati yetkazgan va avtomashinaning shikastlanishida foydalanilgan jinoyat quroli aniqlanmagan. Muhammedov Nuriddin va Husenov Oxunni Isuzu avtomashinasiga majburiy yuklab, o'ldirish maqsadida olib ketish holatiga huquqiy baho berilmagan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu jinoyat ishi yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tgan. Unda iltimosnoma kiritilgan, biroq sud tomonidan rad etilgan. Shu bilan birga, murojaat muallifi mazkur ish bo'yicha Bosh prokuratura va Oliy sudga, shu jumladan Saida Shavkatovnaga ham rasmiy tarzda murojaat yo'llaganini ma'lum qildi. Jabrlanuvchining jinoyat ishini Xorazm viloyati prokuraturasi tomonidan qaytadan to'liq va xolis o'rganish, ish ustidan huquqiy protsessual nazorat o'rnatish hamda mazkur holatlarni ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik nazoratini olishni so'ramoqda. Tahririyat mazkur ish atrofida voqealarni kuzatishda davom etadi va mas'ul idoralardan rasmiy munosabat kutadi.